58. bab. Perverdigar manga mundaq dedi. Yuqori ovozda süren sal, to'xtab qolma. Ovozing yangroq bo'lsin. Xuddi burg'i chalgandek xalqimga o'zining itoatsizliklarini ko'rsat. Yoqub avlodlarining gunohlarini bayon qil. Ular har kuni mendan o'tinudu. Sening əmrlərini ögünümüz deydi. Xuddi to'g'ri yo'lda mangan xalqdek, mening əmr pərmanlarımdan ayrılıb baxmagandek, ular mendan adolatning hükmünü so'raydi. Ular o'zlarini manga yaqinlashishni xalaydigandek ko'rsatdi. Ular manga, sen bizning ro'za tutqunimizni nemishqa ko'maysan? Biz tamaq yemey jafo çeksak, nemishqa parvo qilmaysan, deb so'raydi. Qaranglar, sizlar ro'za tutgan vaqtinglardimi? Yanıla shaxsiy manfaatinglarni o'ylaysizlar. Sizlar uchun jafolik ishlagan kishilarni ezisizlar. Qaranglar, sizlar ro'za tutdinglar, lekin ro'za tutib turib yanıla jangi jidal qilib, qabihlik bilan odam urusizlar. Sizlarning bundaq ro'za tutishinglar ovozinglarning arshga yetib berishiga mumkinchilik beramdi. Men mushundaq ro'za tutishinglarni talab qilganmi? Men sizlarning tamoq yemay jafo chekishinglarni talab qilganmi? Acaba men odamlarni qo'mushlardek bosh egib, motamlik kiyim kiyib, kulning ustida yetinglar dedimmi? Sizlar buni ro'za tutish deb o'ylaymsizlar? Men Parvardigor buningdan xursand bo'lamdiman. Meni xursand qiladigan ro'za razillikning arg'onchisini bo'shitish bo'lmasdan, ezilganlarni erkinlikka erishtirib, boyunturuqning tanisini yeshib tashlash, barliq boyunturuqlarni chiqib tashlash emasmidi? Yemekliklarni ochlarga bölüp berish, sergandalarni uyinglarda qo'ndirish, yalang'ochlarga kiyim kiydirish emasmidi? Tuqqanlaringlardan yuz o'rmay, balki ularga yordam berish emasmidi? Shundoq qilsanglar, tong nuri sizlarni yoritib, tezlikda shifolik topatdinglar. Haqqoniylikinglar o'z hamroyinglar bo'lib, sizlarni yetaklab mangan bo'ladi. Parvardigorning shon sharifi sizlarning orqa tirikinglar bo'ladi. Shu chog'da sizlarning iltijolaringlarga Parvardigor javob beradi. Sizlar iltijo qilsanglarla, u men bu yerda deydi. Oranglardagi ig'ir boyunturuqni, deveylaydigan qo'llarni va to'kmatlarni elib tashlasanglar, ochlarga shafoat ko'rsatsanglar, jafo mushaqqatdagi odamlarga yordam qilsanglar, qorong'ulikni yoritadigan nur bo'lasizlar. Tunlaringlar chinqi tushdek bo'ladi. Har doim men Parvardigor sizlarga yo'l ko'rsataman. Qaqos yerlardimu ehtiyojinglarni qondiraman, ham ustixoninglarni mazmut qilaman. Sizlar xuddi sug'urilgan bir bog', ham suyi tugumas bir buloqdek bo'lasizlar. Xalqinglardan odamlar chiqib, koni xarobliklarni qaytadan qurib chiqidi. Burunqi ullarning ustiga uylarni solidi. Sizlar sepillarni remont qilg'uchi va mahallani yosug'uchi deb otilisizlar. Sizlar dam ilish kunini oyoq osti qilmanglar. Mening muqaddas kunimda
öz işleringlar bilen band bolmanglar. Dam elish kunini bir xushalliq kun deb bilib, Parvardigorning muqaddas kunini qadrlashinglar kerak. O'zinglar xalığancha ish qilmanglar. Öz işleringlar bilen band bolmanglar. Quruq parang salmanglar. Bu kuni hürmetlişinglar kerak. Şundaq qısanglar mendin xushalliq tapsizlar. Men Parvardigor sizlarni egiz ko'tirib, mo'l barakatlar ato qilaman. Hem sizlarni ajdodinglar Yaqubning mulkidan bahriman qilaman. Bu Parvardigorning o'zi aytgan so'zlaridir.